Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikda qilyapti. Bugungi mavzuyimiz emotsional intellekt, qisqartmasi AI. Inglizchada AI. Qanaqa sun'iy intellekt emas, AI emas. AI. Hop, bu menimcha hayotimizda ko'p duch kelamiz, bu bilan ko'p ishlaymiz. Menimcha faqat oti yengillik bo'lsa kerak ko'pchiligiga nomlanishi. Xabardorlar bo'lsa, hozir keyingi slaydimizda shu odamni yuz ko'rinishi, nima his qilayotganini bitta aytinglarchi. Mana endi 4 ta varianti bor. Bundan boshqa variant ko'rsangiz bitsa qoladi. Gruz tumanda ham. Lekin Gruzga ham o'xshamayapti. Qoshiga qarasa shunaqa. Anaqa nima disappointed o'xshaydi. Udivli. Yo'q. Yosh Gruzda Yo'q, ana bir narsalar ko'yini qolib ketishga o'xshagan. Masalan, oyligi chiqdimi desa, yo'q, chiqmadi desa, anaqa qoladi. Abdurahmon? Yo'q, qayg'u-da shu. bu narsani men necha oy, 1,5 oy oldin, yo'q, 4 oy oldinmi, 1,5 oy oldin shu Farpet yuzda ko'rganman. O'rganyapman deganimda. Va shunaqa. Hop. O'zi men ham birinchi shu Gruzni ko'rdim. B variant ko'rdim. Keyin tepaligini ko'rdim. Bni udivlение ya'ni. Keyin o'qib chiqdim o'zi nimaga bu o'zi qo'yilgan desa, o'zi odatda zildost ko'rgan odamda juda ham katta agressiya kuzatilishi mumkin ekan o'z xarakterida. Hozirgi paytida agressivlik ko'proq zildost ko'rish mumkin ekan, ya'ni bu yerda jahli chiqayotgan odamni ko'rish mumkin ekan. Udivlениеni hayotdan bir maqsadi bor, ko'proq pedagoglar yoki din xizmatchilari ko'rish mumkin ekan. Uchinchisi Gruzni ko'pchilik ko'rgani anaqa tez anaqa almashadigan, emotsiyasi almashadigan, ko'p ta'sirchan odamlar yoki ko'p o'zida xafani his qiladigan odamlar ko'rish mumkin ekan. Men kichkinagina test bilmayman qanchalik to'g'ri, Zendan oldim, Zen berdi buni. Hop. Hop, keyingisini o'qitsak, savol bilan boshlaymiz endi. Kimda qanaqa tushuncha bor? Emotsional intellekt o'zi nima? Bu menimcha boshlab bersam, bunaqada ham kitob bor edi, shu Daniel Goleman'ni Emotional Intelligence degan narsani iyoda qiladi, o'z-o'zini anglash, ya'ni siz boshqalar bilan qanday munosabatda bo'la olasiz, o'z munosabatlaringizni o'zingizni ekspress, ya'ni o'zingizni bildira olishingizni, o'shalarni his qilish, anglash, o'zingizni anglash bitta unaqa. To'g'ri. Abdurahmon? Men eshitganim bo'yicha mana shu AI IQ dan ko'ra yaxshiroq eshitganman. Shu IQsi 200 bo'lgan odam, lekin bunisi past bo'lsa, hayotda ko'p narsaga erisha olmaydi. Nimaga? Chunki hayotda odam ijtimoiy jonzot bo'lgani uchun hamma ishi shu ijtimoiy bir-biri bilan gaplashish, muzokara o'tkazish, bahs yurg'izish, birovni ishontirish, biznesiga ishontirish yoki pul olishga ishontirish, qarz olishga ishontirish, mana shunaqa narsa bo'lgani uchun emotsional intellekt zo'r bo'lgan odam o'sha bahsda odamlarni ishontirishda zo'r bo'ladi yoki auditoriya yig'ishda zo'r bo'ladi. Bu odamlar ko'proq muvaffaqiyatga erishadi. IQsi past bo'lsa, masalan, fikrlash pastroq bo'lsa, lekin ijtimoiy hayoti yaxshilanib ketadi. Yana fikr bor qo'yiladi. Shu Bobur aka aytganiga qo'shilaman. O'z-o'zini anglash. Yana nima bu o'z-o'zini anglashda, masalan, o'zi qaysi vaziyatlarda qayg'uga tushadi, qaysi vaziyatlarda stressga tushadi yoki jahli chiqadi. Mana shuni tushunish, nimaga sababdan bo'lyapti boshqa va shuni oldini olish qobiliyatiga ega bo'lsa. Tushundim. Sizlar fikr bildirasizlarmi? Ishlarimiz shu fikrlaydi. Emotsional intellekt bu bizning barcha yutuqlarimiz, bizning motivatsiyamiz. Undan keyin mana bu hozir aytdingiz-ku, haligi stressni manage qilish, stress boshqarish, undan keyin qarorlar qabul qilish,
Ularning hammasi emotsional intellektga, ya'ni emotsiyalar bilan ishlay olish, emotsiyalarni boshqara olish. Har xil stresslarga tushamiz, har xil bilamizki muammolarimiz bor va qachonki ularga javob qaytara olsak, intellektimiz, emotsional intellekt kuchli bo'ladi va muvaffaqiyatimiz ham birinchi navbatda shunga bog'liq bo'ladi. Har qanaqa vaziyatdan chiqib keta olish emotsional intellekt mana shu. O'zi kundalik hayotimizda bizani emotsiyalar qamrab oladi. Har bitta vaziyatga ko'rsatiladigan bizani yoki jismoniy yoki ruhiy reaksiyamizda emotsiyalarimiz. Davom etib turadi. Xo'p, mana o'zi qisqa qilib ikki qator so'z bilan aytganda, emotsional intellekt bu inson o'zini va atrofdagilarni his-tuyg'ularini yaxshi tushunishi va o'shanga qarab turib to'g'ri munosabat qila olish san'ati bu. Qobiliyat desak, o'zi qobiliyat deganda nimani tushunamiz? Qobiliyat odam tug'ilganda o'zi bilan birga bo'ladigan narsa, o'zi odatda qobiliyat. Endi biz san'at deganimiz sababi buni inson, ya'ni emotsional intellekti past bo'lgan inson yoki umuman o'zida bo'lmagan odam shakllantirishi mumkin. Ya'ni hayot davomida o'zida kuchaytirib borishi mumkin yoki yo'q narsani shakllantirishi mumkin. Shuning uchun san'at deb yozdim. Daniel Goldman shu gapi bor ekan. Hayot davomida yoshi nechida bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi periodda yashayotganidan qat'iy nazar emotsional intellektni o'zida odam shakllantirishi mumkin ekan. Ya'ni hozir yo'q odam siqilib qolish kerak emas. Men odamdan tushunmayman yoki men o'zimni emotsiyamni tushunmayman. Nimaga men xafa bo'lyapman? Nima meni xafa qilyapti degan narsalarni o'zi javob topa olmayaptimi? Bu narsani javob topishini shakllantirishi mumkin. Bu yerda bitta anaqa bor. Fakt deb berishda endi 90% odam plus minusi bor, 90% odam o'zini emotsiyalarini to'g'ri yetkazib bera olmas ekan birovga. Yetkazib berish, ya'ni misol qilib aytganda, ishdan eri uyga kech kelganda ayoli janjal qiladi-yu, nimaga kech kelyapsiz? Paloningni, tuguningni, lekin o'zi aslida u his qilayotgan emotsiyasi eridan xavotir olgan bo'ladi. Erini sog'ingan bo'ladi va o'sha erdan mehr kutayotgan bo'ladi, bunday qaraganda. Lekin o'shani jahl, baqirish yoki kerak bo'lsa xafa bo'ladi, arazlab oladi, o'shalar bilan tasvirlab beradi-da. O'zi umuman boshqa narsa his qilyapti. Eri to'g'risida qayg'uryapti. Uni o'zi aslida men xavotir oldim yoki bizlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishingizni, bizga mehr berishingizni xohlayotgandim. Bu odamni yaxshi ko'rganidan-da o'zi bu narsa. Baqir-chaqir qilishi teskari effekt berib qo'yishi mumkin. Ya'ni battar uzoqlashishini olib kelishi mumkin. Shuning uchun emotsional intellektni rivojlantirish kerak. Birovlarga o'zini emotsiyalarini to'g'ri yetkazib bera olish uchun. Hayotimizda ko'p mana bunday o'ylab ko'rsanglar, o'zingizlarda ham jahlimizni chiqarib olgan narsalar o'zi aslida sal boshqaroq yondashsa jahlimizni chiqarmasligi kerak. Shunaqa. Xo'p. Keyingi slayd. O'zi nima uchun muhimligi to'g'risida gaplashamiz. Hozir men bitta tomonini aytdim, birovlarga yetkazib berishimiz kerak. O'zimizning hissiyotlarimizni. Yana bitta tomoni stressni kamaytirish, ya'ni stressni manage qilish, to'g'ri boshqarish stressni va muammolarni hal qilishda o'sha emotsiyalarimizni boshqarishimiz juda ham bizga foyda beradi. Men o'zimdan ham misol, biz ishda mana stol atrofida o'tiramiz, juda ham ko'pchilikdan har xil fikr chiqadi, stressli situatsiyalar juda ham ko'p bo'ladi. Va uni to'g'ri manage qilmasa odam ancha siqilib qoladi. Mana Abdurahmon ham biladi buni. Bizda ishda anaqada sof raqobat degan narsa bor, fikr erkinligi degan narsa bor. Haligi kimdir fikri noto'g'ri bo'lsa, unga hamma fikr noto'g'ri to'g'risida gapira oladi bemalol. Ya'ni xafa bo'lib qoladi yoki noto'g'ri tushunadi degan narsa yo'q. Shuni kesib tashlash kerak. Bemalol. Yaxshi. Boshqa ish qilgan nomusda. Qo'yamiz. Yana nima beradi bizga? AI kuchaytirish. Bu liderlik qobiliyatini kuchaytiradi. O'z-o'zidan odamlarning yaxshi hissiyotlarini tushunyapsizmi? Ularga to'g'ri yondasha olyapsizmi? Demak, siz lider bo'lishga bir hisobda haqli bo'lasiz-da. Chunki birovlarni tushunmagan odam, birovlar bilan to'g'ri munosabat qila olmagan odam lider bo'lishi juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni odamlar bilan ishlash qiyin bo'ladi odatda.
Ko'pchilikni man o'zimni tanishlarim bor. Raqam bilan ishlash osonroq, chunki raqamlarda hissiyot yo'q, ular gapirmaydi, ular fikr bildirmaydi, ularga muomala qilish osonroq-da, raqamlar bilan ishlash, hisob-kitob bilan ishlash qo'pol qilib aytganda. Hop, keyingisi pul topishda, ya'ni savdolashishda, boya Ziyodulla aytgandek, biznesda qarz oldi berdilari, biznesga qilinadigan takliflar yoki ishontirishlar, investorlar bilan ishlash. Investorlar bilan ishlashda mana shu EI bo'lmasa, haligi IQ uncha foyda bera olmaydi. Men aqlli bo'lgan bilan odam to'g'ri o'zini hissiyotlarini yetkazib bera olmasa va suhbatdoshini hissiyotlarini to'g'ri tushuna olmasa, pul topishda, ya'ni shu ishlashda ham, biznesda ham katta to'siqlarga duch keladi. Steve Jobs bo'lsa kerak, eng katta namunasi. Steve Jobs masalan yozgan xato bilan yozgan xatlari bor-ku. To'g'ri yozish bilmaganda qo'pol qilib aytgan, lekin o'tirgan 1000 ta odamni tovarini sotib olishga ishontirib olgan. Ular qo'yniga yo'l topib, mani tovarimni olishinglar kerak deydi-da, odamni o'zi xohlab qoladi tovarni. O'zi u anaqa sotganda, emotsiya sotganda. Shunaqa emotsiya. Status ham deyishadi, emotsiya ham deyishadi. O'zi Apple'da asosan status deyishadi. No, to'g'ri, Ziyoda to'g'ri aytdi. O'sha Steve Jobs emotsiyalarni to'g'ri boshqargan va ularga to'g'ri yondoshgan, mijozlariga deb boshlagan edi. Keyingisi, boya Ziyoda aytgan gapi, men buni hozir Daniel Goldmanni anaqasida o'qidim. Karrasiga muhimroq dedi IQ dan EI, ya'ni odamning aqliy savodxonligi, ya'ni aqlli bo'lishidan ko'ra emotsional intellekti yuqori bo'lishi karrasiga muhimroq ekan. Chunki mana keyingi slaydga o'tgisi iceberg misolida ham keladi. Muvaffaqiyatga erishgan katta odamni ham IQsi kam bo'lgani, mana o'sha Steve Jobs sanaqasida misolida emotional intellekti mana bu yoqda iceberg eng katta qismini egallab turibdi. Hozir Titanic ham kelib kichkina iceberg kelganda uriladi-ku, o'sha tepasini ko'rganda Titanic. Hozir katta yutuqqa erishganlar ham odatda aqlli odam bu, o'zi ko'p kitob o'qigan odam bu yoki falonchi universitetda o'qigan odam bu, faqat bilimi ko'rinadi. Lekin aslida uni tagida o'zini hissiyotlarini to'g'ri qabul qilishi birinchi navbatda, mana bu yerda inglizchasiga yozilgan self awareness deb yozilgan, ya'ni o'zini anglashi, o'zini hissiyotlarini anglashi. Undan keyingisi self management, ya'ni o'zini hissiyotlarini boshqarishi. Va undan keyingi uroveni mana uchinchi qismi social awareness, ya'ni ijtimoiy, ya'ni odamlarning hissiyotlarini tushunishi, to'g'ri tushunishi. Oxirgi to'rtinchisi ijtimoiy munosabatlar bu. O'shalarni odam manage qila olsa, eng piki mana shu bo'ladi. Odam mana shu ijtimoiy munosabatlarni zo'r yo'lga qo'ya olsa, anaqa uspexga qarab, ya'ni ketaveradi, tepaga qarab janadan. Shunaqa. Keyingisi, endi bu xuddi shu narsani anaqasi diagramma ko'rinishi. Birinchi bu o'zi bilan ishlashida ikkita etapi. Birinchi tushunish, keyin action qilish, ya'ni ish qilishi. Bu yo'q ham shu boshqalar bilan tushunishi va relationship management qilishi. Birinchisi o'zini o'zi tushunish. Bu hozirgi emotsional holatini to'g'ri baholay olish ko'nikmasi. Bu ko'nikma. Odam tug'ilish bilan o'zi tushuna olmaydi. O'zida bo'ladigan narsa emas bu. Yillar davomida odam o'zida shakllantirib borgan ko'nikma. Endi bu yerda yuragi bilan miyani bir-biriga ulayotganini qo'yib qo'ygan. Endi primerni shunaqa deb olsak bo'ladi. Ya'ni miya idrok qila olish kerak, hozir nimani his qilayotganini. Hozirdan qo'rqyaptimi yoki hozir bu men stressdaman, nimaga stressda o'zi? Nima odamni stressga olib kelyapti hozirgi paytda? Iloji bo'lsa, keyin o'sha stress agar rostdan ham stressli holat bo'lsa, chechashga, ya'ni undan uzoqlashishga harakat qilish kerak. Yoki uni miya yoki odam o'zi butun organizmi sal boshqaroq qabul qilishni o'rgatish kerak. Birinchi o'rinda shu hozirgi holatni baholash kerak. Odam o'zi hozirgi holatini baholay olish kerak. Masalan, hozir Baxtiyor qanaqa holatdasiz siz? Hozir Qiziqish. ozgina qiziqish. Ozgina nima deydi? Nagruska bor miyaga. Chunki birinchidan tong, ikkinchidan katta informatsiya va ozgina to'lqinlanish bor. To'lqinli deb aytsam bo'ladi. Hozir kayfiyatim vibe deydi. To'g'ri kelyapti, to'lqin bo'lyapti. O'zini his qilishingiz kerak.
Yaxshi. O'sha hozirgi holatni tushunishingiz, keyin uni sababini ham o'rganish kerak-da. O'sha nima sizga shunaqa beryapti? Mana shu yangi informatsiyani kimdandir olishingiz yoki faqat men berayotganimdan olasiz sizga. Ko'proq men bilan birga bo'lishingiz kerak. Qo'pol qilib aytganda shunaqada. Yoki teskarisi. Chunki gapimizga yoqmasa, umuman saviyam past bo'lsa, hayotiy bolalarimiz gaplarni gapirsam, sizga yoqmayotgan bo'lsa, nimaga yoqmayotganini birinchi bilib olsangiz, balki meni to'g'ri yo'lga boshlarsiz-da. Borsan, hali o'zingiz uchun ishlagan, ko'proq kitob o'qigan deysiz. Yoki menga yoqdingiz bo'lmasa, prosta meni tark qilib olasiz bo'ldi. Men Abdorsimning gapim to'g'ri kelmaydi. Uni gaplari menga yoqmaydi yoki uni gaplari meni stressga olib keladi deb o'ylasangiz, men tark qilib olish kerak. Hozir hayotimiz shu boya yozayotgan biz ijtimoiy mavjudotlarmiz-ku. Birovlar bilan ko'rishamiz, kunlik ishimiz bor. Birimizga bog'liqmiz-da. Yeyishimiz bor, ichishimiz bor. O'zimizni birinchi yaxshilab anglab yetib olsak, keyin boshqalarni anglab yetishga sabab bo'ladi. Hop, ikkinchisi his-tuyg'ularni boshqarish. Stress va salbiy hislarni boshqarish. Bizani asosiy muammoimiz shunda o'zi. Asabiy holatdan afsuslanadigan qarorlarni yoki gaplarni gapirib qo'ymaslik. Mana bu ikkita rasm ko'rsatilgan. Mana bu odam o'zini yaxshi boshqarib olsa bo'ladi-da. Yonida endi ishxonasimi bu bilmayman, misol tariqasida. Xotinida Ziyoda. Chimdi ziyoda. Yo'q, bu. Ishxona ofisi bo'ladi. Shuna ko'p bo'ladi. Men o'zim aytdim, Amerika bo'ldi bu. O'zimga juda ham katta ochilish bo'ldi. O'zim bunaqa narsa borligini bilmasdim ochig'i. Shu paytgacha bilmasdim. Men o'zim o'ylayverardim. Nimadir qilishim kerak. Mana shu emotsional boshqarishda nimadir yechim qilishim kerak. Ko'p qizishib ketib qoldim. Men o'zi emotsional odamman-da. Mana bitta narsaga emotsiya ko'rsatish bo'yicha men o'zimda 10 ballli sistemada bir 8 ball qo'ya olaman o'zimga bemalol. Emotsiya ko'rsatish bo'yicha oddiy misolga. Ha? Xolerik deydi shunaqa. Ha, shunaqa deydi. Hamma o'zi. Ha, hamma o'zimda o'zi o'ylab ko'rsa bo'ladi. Men o'zi qanaqa odamman, emotsional odammanmi yo og'ir boshli odammanmi? Hozir davolaymiz. Mana bu. Davolash kerak buni. Davolash kerak. Davol. Spokojno qo'yamiz. Mana bu preparatlar bilan. Vegetable. Ovish bu qilaman. Birinchi odamga o'xshab. Yo'q, javichali ovishmasin. Birinchi odamga deb qo'ysa bo'ladi. Lekin men o'zimning og'aynilarim bor, juda ham og'ir boshli odamlar bor. Ya'ni situatsiyalar qanaqadir holatlarda agar men o'rnimda bo'lsam, men yonib ketardim deb o'ylayman-da. Ha, o'shani o'ylab turibman. Davron yomonlik. Ha, o'shani o'ylayapman. Men Davrondan ko'p narsa o'rgangan. Mana shu Davronni ko'rib turaman. Menga nima? Davron degan sinfdoshimiz bor, esimda shu bor. Maktab paytimizda bolalarda telefon bo'lardi, iPhone bo'lardi. iPhone topolmagan, yo'q, maktabda bolalar hazillashib olib qo'ygan, topolmagan. Spokojno uyga ketadi. Yo'qolib ketganmi? Yo'q. Qani telefon desa, topolmadim. Topilar deydi. Topalardi. Spokojno. Ko'p narsa o'rgangan. Yaxshi misol. Yaqinda bizdan safga kirib qolsa kerak. Xolis. Ancha bizga yaqin bo'ladi. Lekin o'shani o'ylab turibman. Men bilan uni o'zim bilan uni solishtirsam, umuman boshqa dunyoda. Tun bilan kunda. Men juda emotsional odamman. Testosteron ham baland. Balki o'shanga Testosteron baland. o'zi lekin men yaxshi deb o'ylayman emotsional bo'lishni. Faqatgina o'sha salbiy mana tepada ko'rsatilgan stresslarni, keyin agressiyalarni ozgina boshqarishga o'rganish kerak. Zarar ishlash kerak emas. Ha, zarar ishlamasa bo'ldi. Lekin bitta holatga yaxshi munosabat ko'rsatish men uchun zo'r. Ish bo'lib turgandek bo'ladi. Chunki oramizda ko'pchilik emotsional deydi. Bitta faqat ziyodlancha og'ir bosma emasda. Lekin unaqa stressga berilmaydi ziyodlancha. Hamma bu narsa ziyodligi tanish bilsa kerak. Menga nabrot bir xil vaziyatlarda emotsiya bildira olmay qolishim yoqmaydi menga masalan. Menga kimdir podarka qilsa-da, men o'zi materialist odam emasman. Nimagadir men shuni olaman. Materialniy narsa juda maza qilmayman. Masalan, men kitob yozmasi, yangi narsa o'rganib olsam, zo'r bahslar yuritsam maza qilaman. Lekin menga kimdir materialniy narsa podarka qilsa, qanaqadir o'qitgandek xursand bo'lib bera olmayman deb ichimda o'tkazaman-da. Balkim men ko'proq narsa kutganda degan xayol o'tadi. Shu tarafdan qiynalaman, emotsional.
Ha, emotsiya ko'rsatmasligindan. Ha. Men Shunaqa vaziyatlarda. yo'q, balki ko'rsatarman, lekin yetarlicha ko'rsatmayman deb o'zim o'ylayman shu. Kutganingdek bera olmasang kerak. O'zi mana imagination'dagi berib. Ha. Shunaqa. Atrofdagi balki normalnidir. Men sezmagan. Shu payt hozir o'zingdan eshitdim. Keyin o'ylash boshladim, rostdan shunaqamikan. Aslida o'zini o'zi boshqarish, mana shu rasmda ko'rsatilganda mana bu odam ham kulib yurish tanlayapti, xafa bo'lish emas. Aksariyatimizda ko'pincha mana tanlab qo'yamiz. Men o'zimda shunaqa, sizlar bilmadim. Ko'pincha mana unaqa narsa bo'lib qoladi. Boshqa narsa sabab, boshqa vaziyatlarda yuzim masxara bo'lib qoladi. Hozir men uchun tanlangan tema o'zi bu aslida. Prosta men o'zim deyman, sizlarga gapirib beryapman. Balki boshqalarga ham kerakdir. O'zi boshqa o'tgan so'z bo'ldi. Hammamiz boshimizdan o'tgan. Men hozir o'zimni kasalligimni bosam ham bo'ladi, deyman. O'zimni to'g'rilashim kerak bo'lgan narsa. Sizlar ham shunaqami? Kuchli. Sizda kuchliroq bizdan ko'ra. Shunaqa. Shuning uchun self managementni yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir oxirida mashqlar keladi. Bu birinchi tushunib olishimiz uchun o'zi EI nima o'zi? EI bilib olgandan keyin mashqlarni ko'ramiz. Keyingi slayd. Hop, uchinchisi boshqalarni hissiyotlarini tushunish, hamdardlik bildirish. Empatiya deb ham yozdim. Boyagi awareness bor edi-ku, atrofdagilarni awareness, ya'ni ularni tushunishi. Mana bu empatiya nimaga yozilgan? Bu teg yozilgan I know how you feel. Bu men bilyapman, sen nima his qilayotganingni deb yozilgan. Xuddi I feel how you feel. Men his qilyapman sen his qilayotgan narsangni. Ya'ni hamdardlik o'zbek tilida men shunaqa tarjima qildim. Ya'ni birovlarni bu birinchi hamdardlik bildirishdan oldin tushunib olish kerak, nima his qilayotganini. Odamning yuzidagi mimikasi, mana birinchi rasmda ko'rsatilgan odamning yuzidan nimani ko'rdingiz? Sizlar virusni ko'rdingiz, ya'ni xafalikni ko'rdingiz. Agar sizlarni tanishinglar shunaqa xafa bo'lib tursa, xafa bo'lib o'tirib ishlayotgan bo'lsa, sizlar kelib undan so'raysizlar-da. Bo'ldi, tuzukmisan? Mazang yaxshimi? Uyingda yaxshimi? Ishingda nimadir muammo bormi deb sekin muloqotga kirishni boshlaysizlar. Bu o'sha hamdardlikka kiradi. Ya'ni birovni yuzidagi mimikalari yoki nima deydi, so'zini tonidan, ohangidan ham bilish mumkin настроениясini-da. Birinchi o'zini tushunib olish kerak o'zi aslida, lekin o'zini tushunmasdan oldin birovlarni tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun uchinchi bosqichda bu o'zi kimdadir hayotida uchraganmi shu birovni tushunmaslik yoki noto'g'ri tushunib qolishlik, xafa deb o'ylagan paytida o'zi aslida xafa emas yoki teskarisi. Bo'ladi. Men o'shaning uchun aniq qilish yoqtirmayman. Chatda yozish, telefonda gaplash. Men o'shaning uchun mana shu tushunmay qolganim uchun bir ikki marta keyslar bo'lgan. Shunaqa bo'lib qolgani uchun men ko'p muhim narsa bo'lsa, ya'ni prosta yozishga ham kelmaydi ko'p. Ish bo'yicha yozsa bo'ladi. Chatda men shunaqa o'zimcha bir narsa foydam bor. Ish bo'yicha yozish mumkin. Bunaqa tabriklash, boshqa narsa, emotsiyali narsalarni iloji boricha yoki kritika qilish degan narsalarni iloji boricha jivoyda yoki hech bo'lmagan telefonda. Ana shu kritika alohida o'sha anaqa tekstovoy kritika qilish ham xato emas-u, jivoydan ko'ra sal noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Hamdardlik bildirib buni yozgan bo'lishi mumkin, uni menga jahl qilyaptimi deb o'ylash mumkin. Shunaqa. O'zi hozirgi asrda mana shu ijtimoiy tarmoqlar ko'payib ketgan, tekstovoy сообщениялар juda ham ko'payib ketgani uchun odamlarda mana shu EI juda ham pasayib ketdi. Mana shu EI hozirgi paytdagi odamlarda pasayib ketishining asosiy sababi ijtimoiy tarmoqlar ko'payishi, tekstovoy сообщениялар ko'payib ketganidan o'zi aslida. Shuning uchun men Baxtiyorga Telegramdan yozsam, Baxtiyor menga javob qaytarsa, men uni hozirgi holatini tushunmayman-da. Hozir Baxtiyor xafami o'zi, nimadir muammosi bormi yoki xursandmi? Yaxshimisiz degan savolga yaxshi rahmat degan. Nima gap deb yozilgan savolga har doim tinch degan javob beradi. Ana odamning millionta muammosi bo'lsa ham tinch deb yozishi. Lekin u odamni yuzini ko'rib turib, siz nima gap degan savolni shunchaki aytmaysiz-da. Nima gap o'zi, tuzumsanmidir, bo'ldimi? Mana shu haqingda gapirasiz-da. Ha. Tekstovoy сообщенияda u bilib olmaydi odam qanaqa. Misol uchun Abdurahmon anaqa tekstovoy сообщенияda yozsak, juda ham band bo'lsa, nimadir ishi bo'lsa, men yozsam, baxtli o'qib javob yoza olmay qolsa yoki o'qimasa, Abdurahmon menga juda adati muomala qilyaptimi? Meni yoqtirmayaptimi? Nimadir ayb ish qilib qo'ydimmi deb o'ylayman-da. Lekin o'zi aslida bu banda million ish bo'ladi, banda o'quvchilar bilan yoki ustozlar bilan gaplashib yurgan bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda shunaqa.
Bu yomonlashyapti. Men garantiya beraman. Bizdan keyingi avlod, Zdan keyingi alfa pokoleniya. Betani bilmayman. Beta endi bu yildan chiqdi. Beta pokoleniya 25-yildan beri tug'ilgan bolalar keyingi pokoleniya. Bizdan keyingi pokoleniya ancha qiynaladi. Garantiya beraman mana shu emotsiya. Chunki ular chaqaloqligidan уже Reels, YouTube ko'rib o'syapti. Mana уже ularda speech delay, gapirishni kechikishi, bolani chaqirsa qaramaslik, emotsiyalarni ko'rsata olmaslik, bularning hammasi уже boshlangan narsa. Bular hammasi уже boshlangan va bularning barchasining ta'siri o'sha multiklar ko'rish, bular bo'lmas narsalarni ko'rish, o'sha narsa bo'lib qolgan. Lojimga yaxshimisiz? Eslashimsiz yo'q. Sizlarni hech bering. Mikrofon kerak bo'ladi. Hech bering, muammo yo'q. O'tmay ketasizlar. Siz ham borasiz? Yo'q. Mikrofonni ham bosdik. Ochib. Qayerga? O'chirdim. Davom etib qo'ydim. Bizni alif avlodmizmi shu? Biz aytamiz. Bizdan keyingilar. Albatta, Kim yozadi? Shunaqa yili bor. Telefonni yaqinroq qo'yingmi? Yana o'zi qo'yib o'zi. Alfani qachondan boshlangan shu? 2007mi? 2010, 2007. Mana. Z avlod 2012gacha ekan. 2012mi? 97dan 12gacha. 97-12gacha biz Z avlodmiz. Hammasi meningcha. Mana shunaqa ko'rsatuvni to'xtatdi. Bettalar intellekt bilan yashaydi. Shunaqa bor. 25 gacha alfami shunda? 13 yil. Ular to'laqonli suvet. Davom etamiz. Xo'p. Shu bizani hozirgi paytda tushib ketishimizni emotsional tomondan birovlarni tushunishimiz yoki umuman o'zimizni tushunishimiz pasayib ketishi ijtimoiy tarmoqlar va ijtimoiy tarmoqlarda yozishish kerak. Bizga hozir juda ham katta plus beradi. Lekin kerakli, misol uchun kritika qilishi yoki kimgadir hamdardlik bildirish, kimdandir hol-ahvol so'rashi, imkon bo'lsa ko'rishish, agar imkon bo'lmasa, hatto telefonda ohangini eshitib turib ham bilsa bo'ladi. Hop. Uchinchi etapdan keyin bizda to'rtinchi etap munosabatlarni boshqarish, relationship management inglizchasiga. Bu o'sha bizga eng katta yutug'imiz shu bo'ladi. Agar mana shunga yetib kela olsak, birovlar bilan munosabatlarimizni boshqarish bu shunchaki gaplashish emasda. U odamning hissiyotini tushunib, unga to'g'ri yondashish va undan o'zimizga kerakli natijani olib olish, qabul qilib olish. Bu ko'pincha ishda bizga duch keladi. Muomala-da. Muomala. Misol uchun kimgadir qaysidir ishchini qattiq gapirib ishlatish kerak. Uni tabiati shunaqa. Ya'ni tepasida davleniyani qisib turish kerak. Ozgina miqdorda bo'lsa ham mana o'shani yaxshi ishlaydi. Kimdir uni o'rtaga olishini xohlaydi boshlig'i, yaxshi gapirishini, u bilan kulishib, hazil qilib gaplashishini, hazil qilib unga task berishini qo'pol qilib aytganda xohlaydi va o'shandagina yaxshi ish bera oladi xodim. O'shani lider tushuna olish kerak. O'shaning uchun boshida aytdim, lider bo'lish uchun EI odamni zo'r rivojlangan bo'lishi kerak. Ayniqsa mana shu 4-qismi zo'r rivojlangan bo'lishi kerak. Men rahbarlarimizga ko'p e'tibor beraman. Ularda zo'r rivojlangan mana shu narsa. Munosabatlarni boshqarish degan narsa zo'r rivojlangan. Ishchilarni yoki umuman mijozlarni hozirgi holatdan zo'r tushunib, unga to'g'ri yondashishadi va o'zligiga to'g'ri natijani olishadi. Hozir ko'p muammolarim yoki ko'p o'xshamagan ishlarim mana shuni tushunmaslikdan bo'lar ekan o'zi aslida. Chiqib Men yo'qsa bersanglar chiqara qolganimiz yana buzmang. Anaqa bor edi. 10 ta ota-ona majlisi Mashqda bor. bo'lmaydimi? Darsxonada bo'ladi. Hukumat kelsa hamma ota-onalar keladi. Hamma ko'plab salom qo'ng'iroq bo'lganga. Telefon Yaxshi. ko'rsangiz yo'qmi? Ashka qo'yib ketasizlar.
Hozirga davra deymiz ya. Isloga aylab. Man ko'rgazaman. Men qo'limda olib ting qilaman. Ana. Bittadan. Faqat pulsizda-da, ovoz olib qo'yasiz. Bittashimiz. Strelka chapga o'ngji. Hop. Davom etamiz. Okeyda, mamnun o'rgandinglar. Ya, lekin juda kerak narsa. Shu muomalasi ham shu bo'lsa kerak. Bizlar o'zbek tilida muomalasi yo'q, muomalasi bor deymiz. Mana shuni aytsa kerak odamni tengi. Endi muomala deganda men shunaqa tushunaman. O'zbeklarning muomalasini okajonim, mana shunaqa muomala qilishdi. Lekin bu har doim mana bunaqa okajonim deb Okajon, soxta eshittiladi bir xillada, bir yo'q, xillada yaxshi qo'pol samimiy qilib eshittiladi. aytganda shunaqa. Qo'pol qilib aytganda faqat yaxshi muomala qilish, faqat to'g'ri muomala qilishda, ya'ni shirin gapirish, qo'pol qilib aytganda shirin gapirish. Muomala deganda shuni tushunaman men. Lekin bu faqatgina yaxshi gapirish emas-da. Bu anaqa Kerakli joyda kerakli to'g'ri gapni gapirish, to'g'ri munosabat qila olish. Kimga qanaqa gapni gapirish, masalan, nima deydi, lavozimga qarab to'g'ri gapira olish. Shunaqa, bu ham kiradi. Labelga qarab gapira olishlar bor. Va o'sha labeldagi odamni hissiyotiga qarab turib javob berishda. Misol uchun boshliq zo'r nastroyeniyada bo'lsa, ancha yildan beri ishlab yurgan xodim ko'radi-da, "Va nastroyeniyasi zo'r" deydi. O'shanga qarab turib javob so'raydi. O'shanga qarab turib oylikni ko'tarishni so'rashi mumkin. Misolda, endi qo'pol qilib aytganda shunaqa. Nastroyeniyasi yo'q bo'lsa, "To'xta, xo'jayin nastroyeniyasi yo'q ekan, hozir javob so'ramay tura qolay yoki hozir oyligini oshirishni so'ramay, to'sh oshirmaydi" deydi. Ya'ni o'sha odam yillar davomida ishlayverib, o'sha xo'jayinni ko'raverganidan unda o'sha anaqada miyasida rasmlar saqlanib bo'lib qolganda, mana bu rasmni ko'radi, shu nastroyeniyasi yo'q, biladi, solishtiradi-da. Shuning uchun mana odamni bitta sayt bor, oxirida tashlab beraman gruppaga. Test bor ekan. Men o'tib ko'rdim. Ikkita rasm qo'yib beradi, o'zi odamni естественный, ya'ni tabiiy yuz ko'rinishi va ma'lum bir hissiyotni his qilayotganini qo'yib qo'ygan. O'shani tanladim. Bir ikkita variantlar bor ekan. Va menda yaxshi chiqdi. O'rtadan yuqori chiqdi. O'shani ham bir tashlab ko'raman. Hozir sinab ko'rasizlar. Yaxshi narsa ekan, hozir tashlab beraman. Sinab ko'rasizlar. Yo'q. Davom etaylik. Hop. Past va yuqori EI belgilari. Pastda tanqidga yomon reaksiya qilish. Buning uchun o'zi birinchi o'rinda to'g'ri tanqid bo'lishi kerak. Keyin unga to'g'ri reaksiya ko'rish mumkin. Ikkinchisi konfliktni kuchaytirib olish. O'zi aslida relationship management to'g'ri qiladigan odam konfliktni pasaytirishga, konfliktni yo'q qilishga yuradi, kuchaytirishga emas. Uchinchisi boshqalarning hissiyotini sezmaslik. U nima his qilyapti o'zi? Hozir jahli chiqyaptimi? Yoki agar xafa bo'lyaptimi? Xafa bo'layotgan odam yana xafa qiladigan gap gapirish, menimcha o'sha EI pastligidan ham bo'lsa kerak. Yuqorisi o'zini o'zi nazorat qilish, birinchi o'rinda shu. Ikkinchisi stress va muammolarni xotirjam hal qilish. Shu xotirjam degan so'zga e'tibor berish kerak. Uchinchisi boshqalarning fikrini hurmat qilish. Keyin hurmat qilish bilan birgalikda ularga to'g'ri munosabat qila olish EI yuqoriligini bildiradi odamda. To'rt 5 ta mashq odamda EI ga yaxshilash uchun. Birinchisi, bugun o'zimni qanday his qildim degan ish bor. Buni keyin to'xtalamiz, qanaqaligini tushuntirib beraman. Ikkinchisi 3 soniya qoidasi. Uchinchisi odamlarning kayfiyatini top. Endi bu o'ziga o'zi odam qo'yadigan challenge, kunlik challenge. Keyingisi faol tinglash va oxirgi 5-inchisi kunlik minnatdorchilik. Rahmat aytish. Keyingi slayd. Bugun o'zimni qanday his qildim? Kun oxirida odam o'ziga shu savolni bersa bo'ladi. O'zi bugun kun davomida asosiy his qilgan tuyg'um nima? Stress bo'ldimi menda? Quvonch bo'ldimi? Xafa bo'ldimmi ko'proq yoki agressiya ko'rsatdimmi ko'proq? O'sha narsani kun oxirida o'tirib tahlil qilish kerak. Iloji bo'lsa yozish kerak. Agar iloji bo'lsa yozish kerak. Hop, keyingisi nimaga aynan shu narsani his qilganini idrok qilib ko'rish kerak. Ya'ni prosta jahlim chiqdi, xafa bo'ldim deb yotib uxlab kerak emas. O'sha hissiyotni nima olib kelganini, kimdir unga sabab bo'lganini va boshida aytganimdek, mana Baxtiyor analiz qilsangiz bo'ladi-da. Uyga borgandan keyin bugun zo'r bo'ldi. Zo'r bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Bu yerda yig'ilishimiz, spikerimizni tayyorlab kelgan prezentatsiyasi, demak nima kelib chiqadi, o'sha narsani ko'paytirish kerak. Yoki unga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Uchinchisi, bu hissiyot menga qanday ta'sir qilmoqda? Bu ko'proq stressli anaqalarni o'ylash kerak. O'zi stress odamga juda ham yomon ta'sir qilmasligi uchun mana shu savolni o'ziga menimcha ko'proq berish kerak. Men sizlar ham bilsangiz kerak, ziyodda. Ziyodlarni men bilaman, mashina siqib ketsa, ziyodda ha deydi, ketaveradi. Men unaqa emasman-da.
Bak quylayman orqasidan. Men quylayman. Bu anavi bor bir stoitsizm haqida Ha, gaplashamiz. stoiklik. Stoiklik. O'sha ham menga shu zo'r yordam beradi masalan. Hmm. Shu narsa yordam beradi. Bu menga aloqasi bor narsami, yo'q narsami? Aloqasi yo'q narsa bo'lsa, asabiylashmaganim yaxshi deyman. Omillari ko'p. Senga aloqasi bor narsa bor, aloqasi yo'q narsalar bor. Hmm. Agar aloqasi bor narsa sani aybing bilan kelib chiqayotgan bo'lsa, unda asabiylashishing To'g'ri, to'g'ri. Qo'l ostingda o'zgartira oladigan narsalar bor, o'zgartira olmaydigan narsalar. Buni misol uchun o'sha mashina seni siqib ketsa ham o'zi aslida senga to'g'ri ta'sir qilolmaysan-ku, lekin senga ta'sir qilyapti bu narsa. Bir xil paytlarda o'sha seni siqib qo'yishi keyinchalik boshqa narsalarga ham ta'sir qiladi. Kun davomida boshqa narsalarga ham ta'sir qiladi. Mana o'shani yo'qotish uchun kech bo'lganda, menimcha o'zimdan o'zim ancha yaxshilab gaplashib olish kerak edi. Nima bunga ta'sir qilyapti? Hop ta'sir qilganda nima foyda olyapman o'zim bu narsadan? Nima foyda olyapman, nima zarar ko'ryapman bu menga ta'sir qilishdan. Arzimagan melichlar men o'zimga ham zadet qilaman, tegib o'tadi. Masalan, arzimagan yoki kimdir gapim bo'lib qo'ysa, yoki kimdir ko'chada meni siqib ketsa, kimdir turtirib ketsa, anaqa stressda bo'lmaydi-ku, qanaqadir mayda narsalar yig'ilib kun oxirida yelkada o'tiradi, og'ir narsa bu. Men o'zimga mana shuni o'ylab turibman. Kun oxirida ozgina bo'lsa ham, 10 minut bo'lsa ham o'zim bilan o'zim gaplashish masala. Sizlarga maslahat beraman. Agar qiladiganlar bo'lsa zo'r, qiladiganlar bo'lsa taklif beringlar lekin. Zo'r sitata ham bor, shuni esda tursa ham zo'r bo'ladi. Birovga loy ochsang, u loying tegmasligi mumkin, lekin o'zingning qo'ling garanti loy bo'ladi. Shu ham zo'r. U masalan, kimdir siqib qo'ysa, so'kasan orqasidan eshitmaydi, baribir so'kkan. Onangni deysan, u eshitmaydi-ku baribir so'kasa. Lekin yoningdagi odam eshitishi mumkinki, o'zingni asabiy O'zing asabiy buzilish to'shning so'kkaning bilan. Natijasi o'zini his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunasan, sizlarga aytilyapti, bu tushunasizlar va o'zinglarni boshqarish osonlashadi. Ya'ni muammoni sababini bildinglarmi? Keyingi safar shu sababni chetlab o'tishga yoki sababni bartaraf qilishga yurasizlar. So'kdimi, dakansa borish kerak-da. so'kdimi, eshitish kerak u so'kkani. Dakansa quvib borish kerak. Bir to'xtatib urish kerak, nimani qilish kerak, ikkinchi uchta qilmaslik kerak. Yo'q, mana shu gapirmaslik kerak. Xotirjam. Lekin urush masalasi ham aniqada, sportlashsa bo'ladi urushda. Men misol uchun maslahat berayman urushni. To'g'ri, testosteron pikka chiqqan payt borib so'g'is keladi, nimadir bo'ladi, lekin ertaga bitta nito dvijeniya o'zi mediksiz, u bilasiz. Bittasini eshitdim, devorga bilan qo'lni urib ketayotganda, suyagiga sinib chekirib qo'ygan ekan, nechadir operatsiya bo'lib ketgan. Yo'q, bola prosta qo'limdan yurgan bo'lganda, nizashda shunaqa ish bo'lib ketgan. Prosta keyin afsonaga ish bo'lmasligi kerak o'zi. Asl haqiqati shu. Keyingisi odamlarning kayfiyatini top. Endi bu qilmasanglar ham bo'ladi. Kerak deb bilsanglar, kuniga bitta odamni qanaqa kayfiyatini prosta o'rganib ko'rsanglar bo'ladi. Metroda ketayotsalar yoki avtobusda ketayotsalar, u g'ib begona odam. Unda ko'rib analiz qilish mumkin. Qoshini ko'rinishidan, misol uchun, yoki qilayotgan ishlaridan, divideniyalaridan. Misol uchun, hayotida katta muammosi bor odamlarni men shu deb o'ylayman. Ketayotgan paytida atrofdagi narsalarga ko'p e'tibor bermaydi. Bermaydi-da, bitta tochkaga qarab, o'sha muammoni qanday hal qilsam ekan, bilan pulni qanday topsam ekan, qo'pol qilayotganda mana shunaqa o'ylab ketadi-da. E'tibor berganman bu odamlarga. Ko'pchilikda unda shu muammo bor ekan, anaqada metroda. Qarayman, reklamachi ekranda. Ekrandagi narsalar umuman hech kimga qiziqmasdi o'zi aslida. Qarab turishadi. Xayol surib turishadi, muammoligini o'ylab turishadi. Shunaqa. Qarab chiqaman, hammaga qarab chiqaman. Bitta butun vagonda bitta marka yaxshi. Kayfiyatim yaxshi bo'lmasa ham, atrofdagilarga qarab men o'zim kayfiyatimni ko'taraman. Nimaga men ham boshqalarga o'xshab xomush bo'lishim kerak. Eng zo'r metro bo'lsa kerak. Metro. Men metroda yurish yoqtiradigan eng zo'r narsa shu. Odamlar yoqadi menga. Odamlarga qarab turaman. Men shu poyga yetayotgan hayotdan xafa odamlarning bitta yana simptomi ular boshqalarning xursandchiligiga xursand bo'lolmaydi. Masalan, bola-chalar ko'rib qolsa-da, bir xilni ko'radi, bunaqa kulib qo'yadi bolalar ham bir xilni qarab turadi. Mana shu narsa. Lekin bir xilni yigit qiz demaymiz, xotinda yursa, bir-biriga qanaqadir mehr ko'rsatgan bo'lsa, masalan, xotinning qo'lini ushlab turgan bo'lsa, yiqilib tushmasin uchun nima boshqa narsa-da. Buni ko'rgan bir xillar jasasi bilashadi. Bir xillar ko'radi, yaxshi ekan bular deydi.
Masalan, Bir xili o bizdan minglashimiz kerak. Umuman qiynoq tushunishadi. Oqko'ylik kelsa ham. Lekin odamda shu borgan sari yaxshi shakllanib boradi deb o'ylayman. Misol uchun o'tkaga siz ertaga ishxonaga boringda, mana odam qanaqa kayfiyatda ekan deb o'ylab ko'ring. Ertasi kuni yana borib shu odam o'ylab ko'ring yoki boshqa odam o'ylab. Keyingi safarga menimcha yaxshilashib boshlaysiz kerak. Odamni sayqallasa, o'tkirlasa, borgan sari o'tkirlashib boradi. Tajriba bilan o'sha. yana so'rash kerak uni keyin. O'sha o'zini o'ylagani bilan haqiqiyni solishtirib ko'rish kerak, gaplashish boshqa. Agar so'rash kerak, so'rash mumkin bo'ladigan odam bo'lsa, demak buni yaqindan aniqish kerak. Ko'chada metro yo'ldan yonib borib, "Oka, bu qanaqa narsa his qilyapsiz?" Nastroyingiz qanaqa deb so'rasa, g'alati bo'lishi mumkin. Deyman, ishxonada xafa bo'lib tursa, cho'ta xafasiz-a desa, yo'q deydi bir xil, nima deyapsan, qo'ysa unaqa deydi. Masalan, "Mana nima deyapsan, qo'ysang-chi" desa, demak u noto'g'ri topayotgan. Yo'q desa, demak to'g'ri topgan. Odatda. Yo'q, hammasi yaxshi. Bu ham shu kunlik challenge qo'ysa bo'ladi. Odam hozir qanaqa kayfiyatda, u xursandmi yoki xafami, shu hozir gaplashgan gaplarimiz. Mana uchinchisi ham muhim. Agar gaplashish kerak bo'lsa, qanaqa ohangda gaplashgan yaxshi u bilan. Asli balandmi, agressivroq gapirish kerakmi, muloyimroq gapirish kerakmi? Yo'qmi? Uylilarni xafa qilib qo'ysa, xafa qilib qo'yganini sezyaptimi? Demak, muloyimroq, pastroq ovoz bilan, shirinroq gapirish kerak. Nuqta virgullarni joy-joyiga qo'yib, iloji bo'lsa ishkalar bilan kirish kerak. Endi mana shu bilmasa shuni qilmaydi-da odam. O'shaning uchun mana shuni shakllantirish kerak. Natija boshqalarni yaxshiroq tushunib, odam bilan tez bog'lana olish. Bu yangi odamlar bilan bog'lanishga ham menimcha foyda beradi. Misol uchun yangi auditoriyaga kirib keldingiz, o'shalar nastroyeniyasidan kelib chiqib, ularni gap so'zidan kelib chiqib turib ham to'g'ri yondashish mumkin-da. Agar odamda mana shu narsa yaxshi shakllangan bo'lsa, birovlarni yaxshi tushunish masalasi. Odamlar shu zo'r suhbatdoshni qadrlaydi. Masalan, kimdir ishxonada ham kimgadir yoqadigan odam bor, kimgadir yoqmaydigan odam bor-da. Shumidi? Ana zo'r suhbatdosh. Shunaqa. To'g'ri aytasiz. Kimdir boradi, ishxonada yaqin odam bo'ladi. Shu nimaga yaqin desa, u meni yaxshi eshitadi, quloqda, xullas gaplashib o'tiradi. Meni tushunadi deydi. Shunaqa mana faol tinglash degani shu, telefonni qo'y, uni eshit. Misol uchun kimlardir gaplashyapsam, telefonni ushlab turib, ha deb turib eshitsang, u odam devorga gapirsa, boshqa gapirmaydi. Boshqa gapirmaydi. Keyingisi uni bo'lma va gapini ta'sirlanib quloq solib eshit. Mana quloq solib ta'sirlanib, qayg'uli narsa aytayotdim, haligi yuzni qayg'uli qilish mumkin-da, yoki hayratlanadigan narsa aytayotdim, yo'q deyish mumkin-da, o'sha yuz bilan eshitish mumkin. Bu odamga yana gapirishiga stimul bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Keyingisi so'nggi gapini o'z so'zlaring bilan qaytarib, uni tasdiqlab berish kerak. Ya'ni nima tushunganimni bir hisobga yetkazib berish kerak. Misol uchun Ziyodulla aytdi-ku, yaxshi eshitish kerak. Dedik-ku, mana Ziyodulla demak sen aytmoqchisanki deb boshlash kerak-da. Oxirgi gapini bu shunaqa misol bilan eshitgandaka. Tipa emas, eshitgan bo'lasan. Yo'q, agar telefonga qarab o'tirgan bo'lsa, eshitmaydi, tushunmaydi-da. Boshi nima deydi, boshqa gapga eshitib qo'yadi. Oxirini eshitmayapman. Sen eshitmabsanmi deydi keyin. Shunaqa. Yoki hech bo'lmaganda oldingi sen anunda aytganding-ku mashina desa, men eslab qolar ekan даже. Uni eski gapir bilan bog'lasang, u vashi 2+ bo'ladi-da. Endi shunaqa bo'ladi ekan. Qo'shnim bilan gaplashsam, Xorazmga qo'shnimda bu yerda. Shu gaplashsa rostdan ham gapiraveradi, keyin telefon nima ishlatib o'tiraman-da. Yo'q, eshitmayapsan deydi. Yo'q, eshityapman, men bunday dedim, deb yana davom etgan. Odam quloq doktor ekan-da, unday aka. Yo'q, shunaqa odamlar bor, mana hayotimda bor. Quloq doktor odamlar bor. Haqiqatda, eshitmasang ham gapiradigan odamlar bor-da. Bir karib qo'yib qo'ysang yoki quloq kichkina odam qo'yib qo'ysang, quloqni katta qiladi, gapiradi. Shu olib gapirishadi. Kerak bo'lsa. Quloq doktor demaylar. Shu meni qiladi. Endi bizni anaqa kulish ma'nosida quloq doktor deymiz. Zargo. Lekin shunaqa odamlar bo'ladi, juda ko'p gapiradi. U gaplari u o'ylaydiki, bu odamga muhim deb o'ylaydi. Qiziq deb o'ylaydi. Meni majburlikdan ikkita kursdoshim bor, shunaqa ko'p gapirishadi. Gaplari u o'ylashadi, Boburga qiziq bo'layotgan, gaplar qiziq deb o'ylashadi, lekin men qiziq emas dedi. Qiziq emas ekan, qiziq emas deya olmayman. Sen o'yla olasiz. Siz savol tinglaysiz.
Ya, endi Menimcha Boburda xijolatchilik bor. Ha. Bobur bo'lib qo'yish yoki Muloyimlik. telefon o'ynab, ana qila olmaydi, befarqlik ko'rsata olmaysiz. O'zi xarakteringizdan ham bilinadi bu narsa. Agar o'shani ana o'zingizda shuni shakllantira olsangiz agar, kerak emas odamlarga befarqligingizni to'g'ri ko'rsatib bera olsangiz, menimcha qolishadi o'rnasiz. Demak, muammo Yo'q, ko'rsatsa ham ba'zan shundayda, ana gapirgisi keladi-da, gapirgan odam. Qiziqmagan bor, albatta borlik. Da. Bu natijasi nima beradi odamga? Mana boyajotda aytganda yaxshi suhbatdosh bo'ladi odam va boshqalar uni hurmat qilish boshlaydi. Boyajotda aytganda ana ishxonaga kelganda u odamni bayram deb kutib olishadi. "O, palonchi keldi." Misolda, misol o'tkir akam kelsa biz xursand bo'lib kutib olamiz. svязь yaxshi bo'ladi. U odam ishdan ketib qolsa ham, u bilan yaxshimisan, nima qilyapsan deydi-da, yana svязь ushalib qoladi-da. Network. Network bo'ladi. Ishdan ketib qolsa, uzoqroq bo'lsa bo'ldi. Yo'q ketadi. Bu faqatgina yaxshi eshitish bilan birgalikda anaqa o'sha his qilayotgan narsasini his qilish ham kerak. Empatiya bor-ku, boya gaplashganda. Empatiya bo'lishi kerak. Muhim narsa o'sha gaplashayotganda. Keyingisi kunlik minnatdorchilik. Endi bu qanchalik kerak sizlarga? Misol uchun aytib ketaman. Har kuni 3 ta narsa yozish kerak deyilyapti. Bugun meni quvontiradigan 3 ta kichik narsa nima? Men kimdandir qanday yaxshilik ko'rdimmi? Men bugun o'zim uchun nima foydali ish qildim? Yoki ikkinchi savol almashtirsa ham bo'ladi. Men kimgadir nimadir yaxshilik qilib bera oldimmi degan narsani qo'ysa bo'ladi o'zi aslida. Mana shu ham foyda bersa kerak odamga. Bizga to'g'ri keladi. Qat'iyatda. Shunaqa. Faqat biz foyda olish uchun yashamaymiz-ku. Nimadir qiymat berishimiz kerak birovlarga. Misol men kechqurunga borib o'zim tahlil qila olsam, tahlilimni ichiga yozaman-da, misol uchun yig'ilishimizda, ulfatlida 6-7 ta odamga bir hayotida bir unutilmas bir 5 minutlik bo'lsa ham gap gapira oldim degan narsani o'zimga qo'shib qo'yishim mumkin-da. Shunaqa. Natija stress kamaytiradi, hayotga ijobiyroq qarashni ko'paytiradi va emotsional barqarorlikni orttiradi. Shu orqali bu ham yaxshi narsa. Mana bu Daniel Goleman, mana bu kitobi bor ekan. Bu ikkinchi kitob ekan, menimcha. Biznes uchun ikkinchi kitob ekan, masalan, intellekt bo'yicha bu birinchi kitob ekan. Karrasiga Почему он может значить больше, чем IQ? Nimaga IQ dan balandroq bo'lishi mumkin emotsional intellekt degan kitob bor ekan. Hali o'qib ko'rmadim, lekin qiziq kitob, menimcha o'qib ko'rish kerak. Bittadan o'qib bersa, keyingi safarlik prezentatsiya qilib bersa ham bo'ladi. o'qigandan keyin o'ylagan meditsinali miyani qanaqa ko'rnal bir balolarga o'tib ketgan lekin boshida keyslar juda qiziqarli keyslarni tushuntirgan, keyin psixologik unaqalar ilmiy narsaga scientific o'tib ketar ekan. O'zi bu odam psixolog ekan. Ha, psixologik unaqasi. New York Times'ga 12 yil davomida anaqa maqola yozib bergan odam ekanda. Bu o'zi psixolog, miya bilan ishlagan odam, Kaliforniyada tug'ilgan, 46-yil degan. Hozir ham hayot. 78 yosh bu qancha? Aytamizmi, albatta oqasizmi? 49 yoshmi? Javob berishim. Yo'q, lekin videolarni ko'rdim, YouTube'dan videolari bor ekan. Mana imli shu odam aytdiki, hozir odam hayotini qaysi vaqtida yashayotganidan qat'iy nazar, mana mana shu narsani shakllantirish mumkin dedi. Emotsionallikni kuchaytirishi va shakllantirishi mumkin. Bu qobiliyat emas, bu san'at. Ko'nikma. Ya'ni yo'q narsani shakllantirish mumkin. Shunaqa. Yaxshi odamga o'xshayapti, yuzlaridan. Miya bilan ishlagan odamga. Jordan Petersonga o'xshar ekan turishi. Oldin